Bugun Fozil yo'ldoshliklar haqida gaplashamiz. Qani ketdik. To'xtanglar, shoshmanglar. O'zi Fozil yo'ldoshning biron joyini bilasizlarmi? Yo'q, hali bilmaymiz. Sizlar bilmagan, tomoshabinlar bilmagan Fozil yo'ldosh mahallasining 3 ta eng go'zal manzillarini ko'rsatamiz. Endi ketdik. Birinchi manzil Bulung'urimizda yagona hisoblangan 2022-yilda bunyod etilgan baxshi shoir Fozil Yo'ldosh o'g'li yodgorlik muzeyi. 18-19 asrlarda yashab ijod qilgan Fozil Yo'ldosh o'g'li muzeyida turli xil eksponatlar, rasmlar, buyumlar, xususan 1986-yilda tashkil etilgan va bugungi kungacha faoliyati davom etayotgan Chauqi folklor etnografik xalq ansamblining ham yodgorliklari, suratlari saqlanib kelinadi. Ushbu muzey bolalarda katta taassurot qoldirdi. Ikkinchi manzilimiz. O'z bag'riga 1000 kishini sig'dira oladigan yozgi amfiteatr ham Fozil yo'ldoshda. Tumanimizda bo'ladigan turli xil tadbirlar, konsertlar, barcha qulayliklarga ega bo'lgan mazkur mahobatli amfiteatrda o'tkaziladi. Butun O'zbekistonga mashhur bo'lgan pomidor hamda avtomobil bozori ham Fozil yo'ldosh mahallasida. Turli viloyatlardan keluvchi xaridorlarga qulaylik yaratish uchun haftaning chorshanba kuni dehqon bozori faoliyat yuritib kelmoqda. Shuningdek, ushbu bozorda payshanba kuni avtomobil savdo bozori sifatida yurtdoshlarimizga xizmat qilmoqda. Tumanimizda biz bilmagan yana qanday diqqatga sazovor joylarni bilasiz? Kommentariyada fikringizni qoldiring.